Assalomu alaykum hamyurtlar, qadrli do'stlar. Toshkent Moskva yo'nalishi bo'yicha ishonchli reyslar do'stlar. Kimdan kim ketmoqchi bo'lsa, sifatli reys va avtobuslarda do'stlar tanlovda adashmanglar. Mana oilaliklar, ayollar oldida, erkaklar orqada. Jigar qalay? Yaxshimi? Qayerga ketyapsizlar birodan? Qozog'iston. Qozog'iston. Chimkent всем assalomu alaykum da birodan. Bovul. Gap yo'q akalar. Assalomu alaykum birodan. Куда едешь? Куда? Shimkent тоже, да? Всем shimkentskiy вот. Akalar, kimda kim ketmoqchi bo'lsa, ishonchli reyslarda to'lsa to'lmasa ketadigan reys va avtobuslar. Aka, yaxshimisiz? Xudoga shukr. Charchamayapsizmi? Qalay akam? Xudoga shukr. Qaysi shahar ketyapsiz, chep? Toshkent xudo. Toshkent, ha? Kamchilik bo'lmadimi? Yo'q, hammasi. Yolg'on bo'lmadimi aka? Hammasi foydali. Sog' bo'linglar. Yaxshi to'la. Akalar mana joyda o'rnini egallash. Hormanglar. Salomat bo'ling. Qayerdansizlar, sheplar? Toshkent nasib qilsin. Toshkent. O'zinglar qayerdan? Surxondaryo. Surxondaryolik akalarga salom aytasizlarmi? Salomat bo'lsin. Gap yo'q. Tavsiya qilasizlarmi aka? Yolg'on yo'qmi? Normallimi hammasi? Kamchiliklar yo'qmi akalar? Ko'rib turibsizlar do'stlar, mana bemalol behijolat. Kimdan kim ketmoqchi bo'lsa, mana Buxoro, assalomu alaykum. Salom, hammasi. Gap yo'q aka. Yaxshi aytib olinglar. Akalar mana ko'rib turibsizlar. Sifatli avtobusimizda konditsionerlar mana ishlab turibdi. Bemalol foydalansanglar bo'ladi.